Ey yo'q, men oldimga kelib, shu ssenariy yozayotgansiz, meni ham oldingizga oling, avtor qilib. Siz senzura tarafdormisiz, yo'qmi? Bu juda xavfli narsa. Anisi meni uyim bo'lgan o'zbek filmga tosh otilsa, men g'azabim qo'zib ketadi. Bironta yaxshi kinolarni ko'rmagan. Qizim bor ishini qildingman bo'ldi. Voy nima deysiz, menga topshiriq berishga. O'zbek seriallarini juda haligisi pasayib ketdi. Voy men serial qilmayman. Men emishki 18 ta odamni o'shda urib yiqitgan ekanman. Urib devalab bor. Shunday gapga ishondim. Qanaqa qilib men Schwarzeneggerman deb. Kiminchi yilda prezident, O'zbekiston prezidenti. Novda sal o'zib ketibdi osmondagi bolalar. Men bironta filmga uyalmayman, ochiq gap. O'zbek filmga tosh otmasin. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun hayajonli kun. Bugun bir men uchun bayram. Chunki bu stol atrofida bir yaxshi insonlar bilan o'tiribmiz va bugungi mehmonimiz bu men uchun sharaf, chunki shu insonni kinolarini ko'rib, biz kinoga muhabbatimiz yana ham oshgan, shu kinoni ko'rib katta bo'lganmiz desak, to'g'ri bo'ladi. Studiyamiz mehmoni kinossenarist, kinorejissyor Zulfiqor Musoqov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zulfiqor aka, studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Bizi an'anaviy savollarimizdan biri o'sha nomimizga yarasha kinoda nima gap? O'zingizda kino olamida nima gap? Zulfiqor aka bugungi kunda nimalar bilan band? Kino olamida nima gapligini ochiq gap bilmayman. O'zimni ishim haqida so'rasangiz, mana bir necha kun oldin Buxorodan kino ekspeditsiyasidan qaytib keldik. Bu yerda bir 2-3 kun suratga olish jarayoni tugadi. Hozir montajdamiz yangi film. Ha. Uni nomini oshkor qilsak bo'ladimi, filmni nomini? Tegirmon. Tegirmon. Bu Fayzullo Xo'jayev haqida. Fayzullo Xo'jayevning hayoti haqida, o'sha ishlari haqida hujjatlarga asoslangan badiiy publitsistik film. Zulfiqor aka, siz birinchi savolimiz shundan iboratki, nima uchun mana bunday mavzularga qo'l urasiz? Ya'ni mavzularni qayerdan olasiz yoki bu buyurtma mahsulotmi? Yo'q, buni hech yashiradigan bir haligi nima deydi? Gap shundaki, bir yarim yilcha oldinmi prezidentimizni farmoni bo'yicha tirik tarix rukunidan bir nechta mavzularga film olinglar deb eshitishimcha davlat puli ajratilgan alohida. Va shu tanlov e'lon qilindi. Va kichik sinopsis, bilasizlar sinopsis nimaligini, qisqa o'sha mazmunini, syujetini yozib berish tanlovidan o'tdik va keyin bemalol ishni boshlang deyishdi. Keyin o'zbek filmga topshirish, chunki o'zbek film bilasizlar meni ikkinchi uyim. Va sekin asta pog'ona ish jarayoni qizib ketdi. Hozir suratga olish jarayoni tugadi, mana montajdamiz shu. Juda ham qiziq nima, hech qaysi bir kamdan kam rejissyorlarni dunyoda haligi premyerasi bo'lishini kutadi-da. Masalan, deylik James Cameron'ni Avatar'ini yillar davomida kutadi yoshlar ko'pincha. Xuddi shunday o'zbek kinosida ham siz kabi rejissyorning filmlarini kutib yashayotgan kino muxlislari juda ham ko'plab topiladi. Biz bu Tegirmon filmini kutayotganlarga nimalarni va'da qilishimiz mumkin oldindan yoki unaqa va'dalar bermaymizmi? Bilasizmi, bilmadim boshqalarda ochiq gap, men eng yomon ko'rgan narsalarim shu badiiy kengashga topshirish bilan premyeralar. Nimaga? Bir kuni mana oxirgi premyerada Umida filmini agar ko'rgan bo'lsangiz, 27 ta chaqaloqni sanadim. Va bu deb baqirib bolalarimdan keladi. Bir ayol o'tirgan ekan, "Ey, dedim, bolang jinni bo'lib qoladi, qizim. Olib chiq bolangni." Hammaga baqirib xalaqit beryapti desam, "Uyingda dedim qoldirsang bo'lmaydimi qaynonangga?" desam, "Qaynonam mana o'tiribdi" degan. Bir odam premyera ruhi yo'qda baqir chaqir, gupir dupir
Bu bir. Ikkinchidan, menda shaxsan odat kam gapirishga harakat qilaman premyera. Chunki bilaman, bizni domlalarimizdan biri aytgan, qancha ko'p premyeradan oldidan gapirsang, shuncha film yomon ko'rishadi, zerikib qoladi tomoshabin. Tez o'sha ijodiy guruh an'anaga bag'ishlab tanishtirsang bo'ldi. Iloji bo'lsa men iloji guruhni ham oxirida tanishtirardim, lekin gap shundaki, premyeraga ularning qavm qarindoshlari kelgan. Ular uchun bayram. Shuning uchun tez tanishtiramizda, keyin qo'yinglar, sizlarning vaqtinglarni ko'p olmaydimizda filmni boshlaymiz shu. Umuman men xo'ja ko'rsinlikga, balandparvoz gaplarni yomon ko'raman. Badiiy kengash haqida ham gapirdingiz, Zulfiqor aka, ya'ni haligi premyera va badiiy kengashni yomon ko'raman dedingiz-ku, bu proses jarayonni. Yo'q, badiiy kengashda odamlarni emas, topshirish. Chunki bu narsa bu chig'iriqdan men 37 yil, yaqinda 40 yil bo'ladi o'zbek filmida rejissyor sifatida ishlayotganim. Har bir badiiy kengashga topshirishlar juda mashaqqat bilan o'tadi. Mana meni barcha filmlarim Abdullajondan boshlab, endi Abdullajonni biz Moskvada topshirganmiz, chunki SSRda puli edi. Bombay ham, Osmondagi bolalar ham, Vatan ham, Qo'rg'oshin ham, hamma filmlarda endi bir agar badiiy kengashda kelgan odam yordam sifatida bir maslahat beruvchi, foydasi bo'lsa filmga men inobatga olaman. Lekin gohida u odam yomon, yovuz niyat bilan keladi. Shu filmni gumdon qilish. Shaxsiy manfaatlar to'qnashuvmi? Shaxsiy manfaat ham emas. Baxillik. Bilmadim nimadan. Shu haligi muhitni ko'rib men oldingi rahbariyat paytida bir 5 yil, 6 yil oldin bunaqa o'yinlarga chidamasdan, bo'lmasam bir necha yil men badiiy kengashda a'zosi bo'lganman. Keyin bunaqa o'yinlarga chidamasdan o'zim ariza yozib, menga cho'ntakdagi badiiy kengash kerak emas degan. Lekin bu oldingi rahbariyat paytida bo'lgan. Buni o'zi ham aytish mumkin. Badiiy kengash haqida so'raganim bois, mana Husnullo aka ham, biz ham yosh rejissyorlar sifatida, ssenaristlar sifatida biz ham loyihalar beramiz. U yerni issiq sovug'ini sekin o'rganishni boshladik. Qanday jarayonlar, qanday mashaqqatlardan o'tishni, kimdir u yerdan xursand bo'lib chiqadi, kimdir xafa bo'lib chiqadi, kimdir alam bilan chiqadiganlar ham bor. Lekin so'nggi vaqtlarda shunaqa gap so'zlar bor. Haligi tor doirada ba'zi bir rejissyorlarga badiiy kengash tarafidan filmlar orqa eshikdan deylik, orqa eshikdan beriladi degan nimalar, so'zlar yuribdi. Shunaqa rostmi? Endi biz hali buni ichiga chuqur kirmaganimiz uchun. Endi buni qo'pol qilib aytganda ijodiy korrupsiya. Ha, shunday. Meni balkim baxtlimandir. Gap shundaki, meni hayotimda bu kinoning boshliqlari menimcha hozir 14-odam bo'lsa kerak. Birontasi bilan men bir oshna og'ayni emasman. G'alati bir voqeada bo'lmasam nima deydi? Bir kuni mana ko'rgan, bilasizlar, Otabek Musayev, aktyor. Meni Garshokda o'rtog'im. Bitta bog'chada katta bo'lganmiz. Vatan filmida chiqqan aktyor sifatida ko'chada ko'rib qolib olib kelganman. Keyin mashhur bo'lib ketdi. Keyin o'zbek kinosiga rais bo'ldi. Rais bo'lgan zahoti men u bilan munosabatim yaxshi qoldi, lekin aytishadi, subordinatsiya deydi. Men aytdim, Otabek, ertaga senga gap deyadi. Qo'y dedim. O'rta, men xonangga kirmayman ham va hech qachon badiiy kengashda dedim, zo'r berib men tomon bo'lmagan. Bu ochiq gap. Men unaqa o'yinlarni yomon ko'raman. Va hattoki buni hamma biladi. Berlin Oqqo'rg'on filmini ssenariysini topshirishda u qarshi chiqqan. Eplolmaysan deydi. Nimaga? Va men o'ylaymanki, to'g'ri. Chunki hammani ko'niga kelardi. Endi o'rtog'ida. Bo'lmasam o'rtoqda emas, dushmanning ishini, unda agar sayos o'ylaydigan odam bo'lsa, dushmanning ishini qildi. Unda qaragan. Lekin baribir
4 oydan keyin baribir filmda shu ko'p ovoz bilan yutib chiqdi o'sha Vade Kengashda. Shuning uchun bilasizlarmi, men sizlarga ham avvalambor mustahkam asab tilab qolardim. Mana sizlar bir necha bor o'tgansizlar bu kontentda, mana sen o'tding. Men har doim o'zimni shaxsiy fikrimni ovozimni beraman. Faqatgina yordam sifatida. Mana o'zlari guvoh. Yosh yigitlar, o'g'limdan yosh. Ey o'g'lim, agar pichoqqa ilinadigan g'oya, syujet bo'ladigan bo'lsa, men sezaman, agar ishonsan deyman. Ishongin. Buning bo'lmaydi. Qaytaga boshqa mavzu olib ket. Bemalol o'qib ko'ramiz va hokazo. Endi boshidan palagi chirigan narsa nima kerak bor? Lekin men bunga professional sifatida javob beraman. Ba'zi birlar buni ochiq aytish kerak. Ssenariyda o'qimasdan yo yomon gapirishadi, yo bu haqiqat bor. Gohida men ensam qotib ketadi. Kinoniki harfini bilmaydigan odamlar turadi. Uni yo'li oson. Yo'li oson. Birinchidan Vade Kengashda sonini ko'paytirish kerak. 15 ta odam qilsa, ikkinchidan professionallarni yig'ish. Bu meni shaxsiy fikrim. Professionallarni yig'ib, hammasiga bitta narsa aytishga, o'rtoqlar, dushmaninglar bo'ladimi, do'stinglar bo'ladimi? Iltimos, ertaga sizlar javob berasizlar. Film yomon chiqsa, sizlar yaxshi bo'ladi degan anavini men sizlardan so'rayman deydigan gapni menimcha rais aytish kerak. Gap shundaki, men hech qachon bir lavozimga intilmaganman, egallamaganman va egallanmayman ham. Menda unday xohish yo'q. Men faqat ish bilan, shu ssenariy yozish bilan va filmlar suratga olish bilan band. Shu. Jamol aka, men shu kun baribir nasib qilar ekan, bir kun ko'rishsak shu narsani so'rayman deb yurardim. Bemalol. Abdullajon filmini yolg'on bo'lsa ham bir 6 martalar ko'rganman-da. Vaqt o'tishi bilan o'sha Otabek Musayev rahbarlik payti kino muzeyida bizlarga dars o'tilganda, Yolqin aka To'ychiyev etab darsini o'tganda, boshla o'sha nimada faqat boshlanishimiz nima bo'lgan? Italian neorealizm bo'lganda, bizlarga tushuntirgan Italian neorealizmi oddiy xalqning ichidan chiqqan bo'lish kerak, qahramon ertangi kunga ishontirish kerak. Abdullajonni ham ko'rganman, shuni tipiga yaqin deb ko'rganman. Lekin nimaga o'zbeklarda qahramon o'zga sayyoralik bo'lish kerak? Odamlar orasidan chiqmagan. O'zbeklar qahramon emas, u o'zga sayyoralik mehmon. O'zbeklashtiriladi. U kelib bizni mana shu xalqimizni yaxshi tomonlarini, soddaligi, uni ochiqligi, kambag'alligi, buni yashirishga hojat yo'q. Anasi qishloq hayoti. Juda ko'ngli ochiqligi, mehmondo'stligi, bolajonligi, lekin u xatti-harakatdan bilintirish nima deydi, maqsadini qo'yuvdik. Bilmadim. Ochiqni aytganda men Abdullajonni tavakkal deb qo'rqqanimni olganman. Nima bo'lsa bo'ldi. Yo, yana o'zbek kinosidan haydashadi. Unaqa juda tanbehlar ko'p bo'lgan. Qayerda ko'rgansizlar o'zbeklar ketmanda uchib, uchishi, qayerda ko'rgansizlar avtobusda tarvuzlar. Endi unaqa aytyapman, men eng yoqtirmagan odamlar, ulardan so'rashmayman. Kinoning atrofida girdi kapalab bo'lib yurgan, mamtargi festival paytida, premyeralar paytida hamma galstuklarni taqib olib, mana qizil yo'lakchadan o'tishadi-yu. Kim u? Nima u? Kinostudiyadan xuddi shu. Kinodan uzoq bir odamlar yuradi. Umuman men hayron bo'laman. Kim u? Nima u? Endi o'sha yaratganga shukr, kichkina tabiblarni ko'rsangiz, misol uchun kichkinagina sujet, kichkinagina voqeani ichida katta fikrlar aytilganda, endi bu sizni o'zingizga maqtash emas. Misol uchun yaratganga shukr qilsang, hamma narsa mo'jizalar paydo bo'ladi shukr qilishingdan keyin. O'sha kichkina tabibda o'sha katta avlod sababli bir jar yoqasiga kelib qolgan, kasal bo'lib qolgan bir nimani o'sha kichkina avlod o'zi davolash kerak degan fikrlarni men o'zimcha tahlil qilganman-da o'zimga o'zim. Nimaga bugungi kunda katta sujetlar bo'layapti-da, kichkina
fikrlar aytilyapti. Kichkina O'sha payt gaplar, kichkina ha. fikrlar, kichkina syujetlarda katta fikrlar aytilgan. Misol uchun o'sha sanab keladigan bo'lsak, o'sha davrda olinadigan boshqa filmlarda ham. Men nima deydi? Avvalambor bir gaplashib olsak-da, men o'zim hamkasblarim haqida, professional hamkasblarim ishlari haqida baho berishga ojizman. Nimaga? Bir qandaydir ruslarda aytishadi, saxavaya solidarность. Bu men tomonidan beandishalik bo'lardi. Men boshqalarga o'xshab, mani filmim eng zo'r. Hattoki men mana film menga yoqdi, boshqasi yoqmadi desam, ikkinchisi aytadi, uja gerdayib ketdi, burni ko'tarilib ketdi deydigan fikri bor. Shuning uchun boshqalarni filmiga men baho bera olmayman. O'sha aytayotgan gaplaringizni o'sha filmni yaratgan odamlardan to'g'ridan to'g'ri so'rang. Fikringiz film juda katta mablag' ketgan, lekin fikr juda kam, g'oya kam deb so'rang. Menda hali nima deydi, juda qimmat film umrimda qilmaganman. Ochiq gap. O'rta mana shu davlat bergan pulga boriga baraka deb aytishadi-yu, ko'rpaga qarab oyoq uzatdi. Hech bir Zulfiqor aka, bu yerda shuki, hech bo'lmasa o'sha umumiy ma'noda fikrlaringizni belsangiz, bugungi yoshlar haligi ko'pincha shu kompasni to'g'ri yo'nalish olish haqida ko'p o'ylashadi-da, qaysi yo'lni olsak, qaysi ustozni gapini o'zimizga quysak degan. Siz ham baribir ustozdagi gap ular uchun, kinolaringizni ko'rib katta bo'lgan ijodkorlar uchun. Umumiy o'sha bugungi kundagi sayozlik, o'sha filmlardagi bular haqida, o'sha yutuq kamchiliklari haqida ozgina gapirilsa, baribir Shu mutaxassis sifatida nimaga e'tibor berish kerak misol uchun? endi bilasizlarmi? Shu qatorda sizlarga ham shu murojaatim, gap shundaki, sizlar mendan yoshliginglarni hech sizlarni aybinglar yo'q. Men sizlarni yoshim kattaligini, meni ham ligim xizmatim yo'q. Har bitta ijodkor alohida konkret odam. Masalan, men avvalambor birinchidan men hech kimga maslahat berishni lozim topmayman, faqat bolalarimga, o'g'illarimga, nevaralarimga. Ikkinchidan o'zimni bevosita shogirdlarim. Xudoga shukr, mana 20 bugungi kunda 21 ta meni shogirdim Moskvada, o'zimizda Toshkentda, Vigikda diplom olishdi. Kino rejissyor, ya'ni o'zbek kinosini bo'lajak shular. Moskvada 8 tasi o'qiyapti. Buni 1 yildan keyin kelishadi. Operatorlikda, rejissyorlikda, ssenariy navislikda. Myunxenda o'qiyapti. Los-Anjelesda o'qiyapti. Shveysariyada o'qiyapti. Hammasi shu 2 yillik qizim Fokus maktabini tuzgan edi. Hattoki shu darajaga borganki, bu yerda imtihon topshirayotganda hamma savollarga javob bergan. O'zbek tilidan, rus tilidan. Kino tarixini batafsil bilishadi. Endi men ularni majburan 2000 ta film ko'rasan deb 2 yil mobaynida kuni-tun kino ko'rishgan. Keyin hamma bularni bilimi chuqurligini bilib, keyin Fokusda deb Moskvadagi domlalar. Da desa bo'ldi, o'tdi. Boshqa savol bermaydi. Hammasi shunaqa deb. Men uchun bu qandaydir quvonch, baxt. Endi yoshlar kamdan kam keladi maslahat so'rashga. Yoshlar har xilda. Men masalan kinoga bilaman, bir toifa yoshlar kinoga pul uchun kelishadi. Shon shuhrat uchun kelishadi. Va asosan baribir pul. Ba'zi birlari jon jahdidan mana shu nechta yoshlar kelyapti. Buxoroda ham, bu yerda ham. Zulfiqor aka, biz hech narsa qilmaymiz, uzoqda turamiz. Qanaqa ishlar jarayonini ko'rsak bo'ladi? O'tir dedim, faqat xalaqit berma. Kinoni fidoyisi bo'lish kerak. Men o'zimni shogirdlarimga har doim darslarni boshlashda aytardim. O'rtoqlar, bu xonaga kirdinglarmi, bu maktabga kirdinglarmi? Kino rejissuraga agar, ssenariy navislikka agar o'zinglarni bag'ishlasanglar, boylik haqida
orzuylarni yo'qotinglar, bo'lmaysizlar. Kino rejissyor bu gadoylarni kasbi. Buni ochiq oydin aytish kerak. Rost gap. Rostdan men ham millioner rejissyorlarni tanimayman. O'zbekistonda. O'zbekistonda Yo, millioner. bor. Ha, bormi? Bunaqalar bor. Davlat pulini, haligi byudjetini pulini olib, ertangi kuni tagida ana undaqa nima deydi? Kia, katta, Mercedesda bor. Savol tug'iladi. Bu bitta bir meni shaxsiy fikrimda biznesmen bo'lsang, bankdan kredit olib kino qil, qaytar pulni. Ayyo. Davlatni pulini olishadi. Kino olishadi, topshirishadi. Topshirildi deydi. Qayerga ketdi u pul? Nima bo'ldi? Hech kim bilmaydi. Milliardlab. Buni ochiq oydin hech meni uyaladigan joyim yo'q. Nimadan uyalaman? Qo'rqadigan joyim bor. Bu gaplarni men 39 yil oldin endi boshlangan o'sha Abdullajon paytida men tomonidan aytish u davrda boshqa davr edi. Nokamtarlik bo'lardi. Bugun 32 ta film qilgan odamda agar sizlarda savollaringiz bor bo'lsa, men ham shu kinoni ipidan ignasigacha o'zbek filmini men bilaman. Qorovuldan tortib to o'zbek filmida o'zida bir 14 ta direktor almashtirdi. Almashdi. Menda mexanik bo'lib yurgan bolalar hozir ishlab chiqarish boshlig'i va hokazo. Agar unaqa savollar beradi, ko'zdan bilinadi-da yoshlarda. Agar samimiy Zulfiqor aka men shu narsaga o'rganmoqchiman desa, ko'zdan biladi. Ana undaqa ko'zim amna qilib o'ynab shunaqa ham yaqinda bo'ldi bittasi. Yo'q, men oldimga kelib shu ssenariy yozayotgansiz, meni ham oldingizga oling, soavtor qilib deydi. Soavtor. Ha, ham muallif. Jinni bo'lib qoldi. Ochiq gap, bunaqalar ham bor. Nima deysiz endi? Yoshlar har xil. Meni ochiq gap juda tashvishlantirayotgan narsa hozirgi paytda yoshlar mana shu yo'ldan bormaylar degan maslahat sifatida emas. Inobatga olsanglar oldinglar, olmasanglar olmadinglar. Yoshlarimiz orasida konformizm, ya'ni flyugerlik. Qaysi mavzu boshliqqa yoqar ekanda? Qanaqa qilib? Hozir javoblik. Labbay qilamiz. Deyishlik Bu mavzularni belgilab berilayotganligini sababan bo'lmayaptimikan shu mavzuga moslashish ijodkorlarda? Ijodkor o'zi mavzularga moslashishi kerakmi? E'lon qilinayotgan mavzular. Yo'q, u bu yerda hamma narsani o'z nomidan aytish kerak-da, sayoz fikrlamaslik uchun. Aytishadi-yu ruslar, izuchayte matchast deb. Gap shundaki, bu alohida tirik tarix mavzusiga. Yo'q, tirik tarixdan tashqari ham bo'ladi. Tashqariga ba'zi bir mavzular ochiq gap. Balkim sizlar hozir kutmagandirsizlar bunaqa javobni. Siz senzura tarafdormisiz, yo'qmi deb so'rang. Men aytaman tarafdorman. Nimaga? Bizi xalqimizga, nafaqat bizi, yon qo'shni respublikalarga ham, Rossiyaga ham ba'zi bir narsalar umuman to'g'ri kelmaydi. Masalan, g'arbdagi qandaydir qadriyatlar aytishadi-yu, erkinlik bu bezorilik emas. Mana sizlarga men masalan odamni qiynoq berish, zo'ravonlik qilish, sadizm, keyin hayvonlar ustidan qiynash ularni. Har xil haligi noodatiy bir qandaydir ruslar aytadi, izvrashenslar. Hech keragi yo'q. Keyin men ham shu narsani tarafdoriman. Millatlar aro nizoni kuchaytirish, dinlar aro kuchaytirish bu juda xavfli narsa. Xudo ko'rsatmasin. Lekin ba'zi bir ommaviy axborot vositalarida yoki jurnalistlarni o'sha senzura o'zbek kinosini rivojlanishiga to'sqinlik qilyapti degan fikrlari, munosabatlarni ko'p eshityapmiz. Gap shundaki, ko'pgina men kinoga befarq qara olmayman. Kinoga oid, ayniqsa meni uyim bo'lgan o'zbek filmga tosh otilsa, men g'azabim
bozib ketadi. Nimaga? Bir necha bor meni oldimga bir jurnalist qizlar, yigitlar kelishdi. Yoshi o'tgan kishilar ham kelishdi. O'zbek kinosi o'layapti. O'zbek kinosi jar yoqasida va hokazo va hokazo. Birinchi savolim. Qaysi kinoni ko'rdingiz oxirgi paytda? Mana buni ko'rdingizmi? Mana buni ko'rdingiz? Yo'q. Qanaqa qilib jurnalist bo'la turib shu narsalarni ko'rmasdan turib bu tuhmatga teng narsa bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Bironta yaxshi kinolarni ko'rmagan. Bilib olgani, o'rtoqlar 70 yil oldin olingan u yor kino, ana u Mahalla Dududi gap. Mahalla Dududi gap bilan Tohir Zuhradan boshqa hech narsani bilmaydi. Bilmaydi, men o'zim guvohman. Yoki ba'zi bir jurnalistlar premyerani oldidan keladi. Iltimos, filmingiz haqida bir narsa deng. Nima deyishim kerak? Filmda g'oyasi qanaqa? Kinoni ko'r. Men vaqtim yo'qda, men uyimda bolam tutib o'tib. Men aytdim, uyga borib, bolayni boq. Nima qilasan betga kelib? Yoki uni teskari. Men o'ylayman, bu meni shaxsiy fikrim, qandaydir bir maxsus topshiriq bilan shu mavzuga borib, o'zicha yoshgina bo'lib olib, o'zicha berayotgan savoliga javobni eshitmasdan ko'p so'zli savolni berib, o'tirib turib olib, juda qo'pol ravishda turib olsa, asossiz. O'shalardan so'rasanglar, bu jurnalistni birinchidan etikasiga, kasbiga xiyonat. Men o'zim agar guvohi bo'lmaganda, bir necha bor jurnalistlar keldi-da, oxirgi paytda men jurnalistga haydayapman. Televideniyadan telefon qilishadi, men aytaman, meni kinolarimni ko'rganmiz. Qaysini sevdi, e'tiboring. Qizim bor, ishini qil deyman, bo'ldi. Voy nima deysiz, menga topshiriq berishgan. Kinolarim ko'r. Mayli 20-30 tasini ko'rmagin, 5-6 tasini ko'rgin. Hammasini savoli nimaga shu o'zbek kinosi susayib ketdi? Ba'zi birda odam haligida hayron bo'ladi. Bu chala savodsizlik. O'zbek seriallarini juda haligisi pasayib ketdi. Men serial qilmayman. O televideniyani mahsuloti. O'shani tushuntirilmayapti o'zi. O'zi har ko'rsatuvda bu narsani aytyapmiz. Aziz tomoshabinlar, aziz kuzatuvchilar, bu televideniyadagi novellalar bu o'zbek kinosi degani emas yoki ijtimoiy tarmoqqa olinayotgan blogerlar tarafidan yoki boshqa odamlar tarafidan turli xil o'sha video kontent qilayotganlarini buni o'zbek kino deb bo'lmaydi. Endi tomoshabinni ishontirish bunga ularga tushuntirish juda qiyin bo'lyapti bu narsani. Filtr kerak degan narsani tushuntirish qiyin bo'lyapti. Ya'ni filtrlab olinglar. O'zbek kino, o'zbek film bu boshqa. Yo'q, bu bilasizmi, ochiqdan ochiq tuhmatga o'xshab ketyapti. Masalan, siz mashinangiz naryoqda bir sariq mashina urib ketdi. Siz bordingizda sariq mashina. Bu yerda yon qo'shningiz chap tomonda turgan qora mashina oldiga borib, "Nima meni mashinamni urding?" deysiz. U urgan men emas, qo'shni qani urilmagan. Ana sariq mashina urilgan. O'shani sariq mashinani oldiga borishga erinatdi. Bu ham hech qanaqa aybi yo'q. Mana nima bu? Lekin men bitta narsaga qo'shilaman. O'rta miyona umuman hech narsa kerak emas. Boshi gapdan, choyxonadan chiqmaydigan yoki to'yxonadan chiqmaydigan sapsatavoz, umrida 2 ta kitob o'qigan bo'lsa katta gap. Unaqa tomoshabinga tenglash mumkin emas. Barham kino oldiga surish kerak qandaydir. Men bitta narsaga ishonamanki, bu narsa ertami kechmi mana sizlar borsizlar. Juda ko'p aqlli yoshlar ham, jurnalistlar ham bor. Mana televideniyada men hurmat qilgan kino haqida bilimli Gulmira Musajonova bor, jurnalist. Yaqinda Rixsoy aka haqida, Muhammadjonov haqida yaxshi eshittirish qilibdi. Mendan olib ketuvdi intervyuni. Bo'g'ilib qoldim. Feruza Hidoyatova bor. Keyin kino shunoslarimizdan Baxtiyor Yoqubov bor. Juda sog'lom, bamani fikrliydi yigit.
Endi internetdagi agar menga ko'rsa yuborishadi, u endi haligilarga e'tibor berish, aytishadi, it huradi, karvon o'tadi. Zulfiqor aka, hozir o'z eslab o'tdingiz, savolni bermoqchi edik. Rixsoy Muhammadjonov bilan filmlarda, umuman ssenariylar ustida hamkorliklar bo'lgan deb eshitganmiz-da. Endi biz shu haqda ozgina hamkorlik qilish qanaqa yaxshi natija berganmi? O'sha narsalar haqida ham ozgina gapirsangiz. Bolam, meni hozir juda og'riqli, ochiq, butun umr ochiq qoladigan yaramga tuz sepib bexosdan. Men uchun Rixsoy akani yo'qotish, nafaqat Rixsoy akani. Ular birinchi mana shu qatorda turibdi. Hoji Akbar aka Nurmatovni yo'qotish, Fatxullo Mas'udovni yo'qotish, To'tapani yo'qotish, To'ychi aka Oripovni yo'qotish men uchun juda katta va butun umrbod yuragimda chandiq bo'lib qoladi. Undan ayanchli narsa shundan iboratki, afsuski, meni rahmatli bo'lib ketgan savdoshlarim, ustozlarimni soni tiriklardan 2-3 barobar ko'payib ketdi. Bu hayot. Rixsoy akamdan tasodifan biz o'zbek filmda hovlisida uchrashib qolganmiz. O'tiruvdik. So'rashdim. Tanishdik. Kimsan dedi. Endi keldim. Kimda o'qigansan? Shunaqa o'qidim. Moskvada 2 yillik. Men ham o'qishni o'sha yerda bitirganman. Juda yaxshi dedi. Keyin o'tiruvdik. Nima ish qilyapsan dedi. Bir 3 oy bo'ldi kelganimga, hali ish yo'q dedi. Saloqlanib yuraverasanmi dedi. Ish qilishing kerak, yoshsan dedi. Keyin 5 minut o'tdi, men sal asabiylashib o'tirdim. Men rostdan bular rost gapirdi deb osmonga qarab kecha men dedim Spielbergga filmini ko'rdim. E.T. shu nargi sayyoradan uchib keladi. Toshkentda biz ham Toshkentga uchib ketdi. Kelganda dedi. Unda qaradilar. Nima Toshkentga dedi. Qatga bo'lsin desam. Qishloqqa kelsa undan ham zo'r bo'ladi dedi. Keyin ha zo'r bo'lardi dedi. O'tirdik. Shoshma dedi. Isming nima edi? Jamol, Zulfiqor, ba'zi bir qaysini sizga o'ng'ay bo'lsa. Vaqting bormi dedi. Ketdik mana dedi. O'shandan boshlandi bizning do'stligimiz. Naqadar samimiy. Ularni do'st deyishga men tomonidan aytyapman-ku, beandishalik bo'lardi. Mendan 20 yosh katta odam. Keyin boshladik, 2 haftaning ichida keyin Bahodir Odilov qo'shildi, Jahongir Qosimov qo'shildi. Ular bilan ham birinchi bo'sani va kambag'al odamlarni 2 haftaning ichida 3 ta ssenariy tug'dik. Yozdik, olib bordik. Melsaka rahmatli Abzalov Moskvaga yubordi. O'sha markaziy televideniya rossiyskiy kanal oldi, olinglar dedi. Pul ajratdi. Bir vaqt o'zida uchalamiz kino oldik. Yomon chiqmadi, haligacha televizorda bor, ko'rsatishadi. Ular bilan haftada deyarli bir marta uchrashib, o'sha ularning yonida eski zoopark oldida yashardilar. O'sha yerda kino haqida gaplashardik. Juda ko'p narsalarni menga hayotda o'rgatganlar. Kamtarinlikka, manmanlikka berilmasdan, xo'ja ko'rsinga ishlamaslik. Ular aytardi, hech qachon paxtachilikka o'rganmagin, samimiy bo'lgin. Xudoga shukr, hozir aytishim mumkin, men umrimda bironta boshliqqa paxta qo'ymaganman. Qo'ymayman. Nima qilaman? O'zim kasbim bor. Agar o'zbek kinosida men borib ssenariy topshirdim, bu meni kasbim. Men ishlashim kerak. Kunim mana yerda bir 80 ga yaqin yosh kinoning harfini bilmaydigan odamlar o'tirishadi. Bitta qog'ozni ikkinchi xonaga olib kirib berishi 1 hafta bo'ladi. Nimaga o'tiribdi? Otni kallasida oylik olishadi. Urishib beraman hammasini. Men borsam qo'rqib ketishadi. Ana keldi, hozir baqirib beradi deb. Chunki bu meni uyim. Kelgindilar juda ko'p bo'ldi. Men hozir aytayapman, bu bexosdan meni yaramga tuz sepyordilar. Muammolar bor. Asta-sekin ularni hal qilsa bo'ladi. Lekin janjalsiz. Bir qandaydir o'rislar aytadi-yu, жареный fakt kerak deb.
u narsalar meni bezovta qilayotgan narsa ko'pgina oxirgi paytda men televizordan ham, internetdan ham, men o'zim internet tushunmayman. Mani shogirdlarim, bilasizlar, mani komanda hammasi yosh, bir 20 yosh kichkina, Aziz Arziqulov kichkina, mendan 20 yosh. O'g'lim bilan tengdosh. Rassomimiz ham yosh. Aktyorlar, aktrisa, hammasi oldimga kelib telefonni ko'rsatish. Zulfiqor aka, mana buni qarang. E'tibor bermaylar deyman. Shunaqa bir turayda turmaydigan, ochiqdan ochiq tuhmatlar. Eng muhimi, o'zbek kinosi allaqachon o'lib bo'lgan. Unday savol beringlar dedim. Qaysi kinolarni ko'rgan? Ko'rmasdan turib, qana qilib? Xuddi haligi Anoni qizi burni qiyshaq ekan. Ko'rdingmi? Yo'q. Boshqa gap bu yerda. Juda ko'p savollarga to'g'ri keladi. Bu afsuski kinochilar ichida juda katta nizoga olib keldi. Ba'zi bir kinochilar kinoni biznes qilish kerak, pul ishlashimiz kerak. Pul ishlaging kelsa bor bankka kredit ol. Ochiqdan ochiq prezidentimizga ham shu narsani aytishdi. Stop dedim. 16-yilda prezident ochiq oydin ikkita narsani men qulog'imga qo'rg'oshinday qo'yib oldi. Birinchisi aytdiki, kino san'ati yoshlarni tarbiyalashda, madaniyatimizni oshirishda eng effektiv bir, hozir endi men aniq sitata qila olmayman, qaytara olmayman, lekin Mudofaa vazirligi bilan teng va gohida esa yoshlarni tarbiyalashda undan ham muhimroq deganlar. Bu bir. Men ular so'zni bafurja qaytaryapman. Ikkinchi, biznesmen bo'lsang san'atdan qo'lingni tort degan. O'z qulog'imdan eshitganman, o'z ko'zimdan ko'rgan. Bu yerda haligi bironta bir pichoq ilinadigan kino qilmagan odamlar biznes qilish kerak. Kim senga yo'q deyapti? Biznes qilish kerak. Davlat hisobidanmi? Lekin bu yerda ikkinchi tomoni bor. Ba'zi birlar aytadi, kino o'zini oqlash kerak. Xuddi shu narsani so'ramoqchi edim, Zulfiqor aka, ya'ni ko'pchilikda o'sha davlatning byudjetini olib yeb yotibdi. Kinosini esa o'sha tomoshabinlar yo ko'rmagan yoki ko'rsa ham yoqtirmagan degan turli xil buni tuhmatmi, bo'xtonmi, nima desa bo'ladi. Shunday gap so'zlar ko'p. Menimcha bo'xton. Nimaga? Yolg'on. Buni asoslab beraman. Qarang. Dunyoda 3 tagina davlat bor. 3 tagina 286 ga yaqin davlatlarning ichida 3 tagina davlatda kino bu rostmana biznes va o'zini foyda keltiradigan soha. Hozir hayron bo'lsanglar kerak, qaysi davlat? Amerika Qo'shma Shtatlari tushunarli. Hindiston tushunarli. Va Nigeriya Afrikada. Lekin ularning har bittasini o'zini farqi bor. Nimadan iborat? Amerika yiliga 1000 ta film qiladi, uni kino industriyasi 100 yildan yaqinda 100 yildan oshadi. Yerda 5 ta monopoliya bor. Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, Universal va hokazo. Lekin ularda o'zini kinoteatrlar bor. Men Amerikada bir necha bor bo'ldim. Butun dunyoda o'z bo'lmagan joyim Antarktida bo'ldi. O'shalarda, studiyalarda Metro-Goldwyn-Mayer ham o'zini kinoteatri bor. Faqat ularda mahsulotni ko'rsatishadi. Ya'ni butun dunyoni qamrab olgan. Juda katta pul ketadi. O'sha Abdullajon agar byudjetini sanasa, Avatar filmini 3 sekundi ketgan puli. Keyin Amerikada biznes bormi? Bunaqa yo'l. Hindistonda Bollywood. Hindiston shunaqa aholi bo'yicha hozir birinchi o'ringa chiqdi. 1,5 milliarddan ortiqlik bor. O'sha gadoy, och, o'layotgan ko'chada o'layotgan odam 10 rupiy qayerdadir topadi. Bir haftaga bo'lsa ham o'sha chiroyli haligi raqslarni ko'rish, ashulalarni eshitish, bir qandaydir narkotik. Bu kinodan ham qandaydir bir yangi dinda. Men bir marta Hindistonda borib o'zim ko'rdim. O'chirdlab turadi kinoteatrda.
Bo'lmasa ulardan iPhone'lar bor, ko'rsa bo'ladi. Yakdillik kerak, qandaydir o'rtada Qo'llab-quvvatlov kerak. sabormiz, biz masjidga borganda. Jamlashib. Ular shularni aytishadi. Ular uchun kino bir qandaydir hayotini bir katta qismida. Endi Nigeriya. Ular butun dunyo klassikasini, o'sha Amerika syujetlarini juda yo'lini topib olgan. Hozir Nigeriya birinchi o'ringa chiqdi ekonomika bo'yicha. Lekin Afrikada 8 millionga yaqin aholi yashaydi. Ular hamma Yevropa syujetlarini qoralashtirgan. Hamma qahramonlar qop-qora. Qora oylarga. Chunki ular nima qilamiz, oq tanlilarning hayotini ko'rib, o'zimiz kerak. Afrikada bir 50 ga yaqin davlat bor. Jon deb sotib olishyapti. Arzon kinolari. Shuning uchun juda katta bir haligi nima deydi, iqtisodni bir bo'lagi. Lekin boshqa davlatlarda Germaniya, Fransiya, bo'lmasam Fransiya kinoni vatani, Germaniya, Fransiya, Angliya, bo'lmasam o'lsa o'liga ortiq. Lekin o'sha yerda milliy kinoni qo'llab-quvvatlash uchun davlat pul ajratadi. Pul ajratib ol. Biz fransuzlarmiz. Fransiya kinoni vatani. Endi bizning sharoitda mana yaqinda 38 million aholi bo'ladi. Men aniq konkret nimalarni, raqamlarni aytyapman. 38 million aholi bo'ladi. 38 million aholiga atigi 42 tami 50 ga yaqin kinoteatr bor. Katta shaharlarda. Ishlamaydi ular ham ko'pchilik. Ular ham ishlamaydi. Bir, ikkinchidan yong'indan saqlanuvchi hech birontasi, mana shu o'zimiz panoramka, birontasi javob bera olmaydi. Ya'ni Yevropa normalariga bo'yicha Xudo ko'rsatmasin, svet o'chib qolsa, odamlar bir-birini bosib ketmasligi uchun bunday svetdan mustasno bunday yo'lakchalar bo'lish kerak. Xuddi samolyotga o'xshab. Men har bironta bizning kinoteatrda u narsani ko'rmadim. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistonda kino foyda keltirish uchun kamida men o'tirib sanab chiqqaman. 900 ta kinoteatr kerak. Toshkentda o'zida 7 ta kinoteatr yo'q. Drujba qani? Chayka qani? Sobir Rahimov qani? Men yoshligim o'tgan. Qancha? Tashsovet qani? Yo'q. Xiva qani? Yo'q. Vostok qani? Yo'q. Ularning o'rniga qandaydir to'yxonalar. Toshkentda o'zida men qarshi emasman. Toshkentda o'zida bir 700 ga yaqin to'yxona bor. U har bitta to'yxona 10 ta kinoteatr qursa bo'ladi uni puliga. Bu narsa juda xavfli. Chunki yoshlarimiz tarbiyasida qandaydir vakuum, bo'shliq. Balkim Zulfiqor aka, uzr gapingizni bo'ldim. Qanaqadir o'tish davriga to'g'ri kelib qolgandirmiz biz mana shu bosqichda. Chunki hozir siz aytib o'tgan o'sha to'yxonalar sekin-sekin odamlarni kamaytirish masalalari ko'rilyapti va sekin-sekin xususiy o'sha biznes odamlari kinoni suratga olmasa ham o'sha kinoni sotish uchun zallar qurilyapti. Mana bu yangi binolarda o'sha Riviera deymizmi, Cinema Hall deydimi, o'sha joylar qurilyapti. U yerlarda sharoitlar, o'sha ovoz, ekranni yorqinligi juda ham yaxshi sharoitlar. Faqat siz aytganingizdek juda ham kam bu harakat menimcha juda kamlik qiladi. Endi o'ylab ko'rganda, o'g'lim, o'sha bola chaqalarimdan magazinda kolbasa olishga kirdik, yeb olishga kirdi. Bir kirib ketaylik kinoteatr oldilari mana shu panoramkaga. Odamlar uchun oyda bir martami, yarim yilda bir marta uchun esda qoladi. Men esimda bor, dadamlar olib keladi. Bayram edi. Kino ko'rish ayniqsa yoshlar uchun bayram edi. Hozir ham shu narsa bo'lishi mumkin. Men yoshligimda, bolaligimda har bir kolxozda klub bor edi. Rayonda kinoteatr bor edi. Bizda ham bor edi, olib kelardi. Meni ta'tilim, yozgi ta'til har doim Oqqo'rg'onda o'tgan, enamkida. Ikkita kinoteatr bor edi, qishki va yozgi. Har kuni kino qo'yilardi. Bugun qanaqa kino bo'lar ekan? Buni qanaqa kino bo'lar ekan deb. Hozir hech keragi yo'qligida emas. Kinolarimiz yomon bo'lib ketish uchun bormayapti. Xo'p, sizlarga bunday saralaylar. YouTube'da bunday tanlaylar. Men aminman o'sha kinolarda ichida meni hamkasblarim qilgan
ozgina o'ylashga chorlaydigan kinolar ham bor. Bor. Men aminman. Tarbiya, ma'naviy ozuqa Tarbiyaviy beradigan. ahamiyatga oziqa beradigan kinolar bor. Uning uchun faqat xohish kerak. Va seriallar bilan kinoni aralashtirib olmaslik kerak. Bular serialni ko'rib o'zbek kinosiga tosh otishadi. O'zbek kinoni nima aloqasi bor? Televideniyani boshlig'iga aytaylik, prezident bitta narsani aytadi, bu boshqa narsani qirib o'rgandi. Mana hozir 70 seriali, men aktrisamiz har kuni syomka boryapti-da. Bir kunda bir seriya olishar ekan. Ha. Bir kunda bir seriya. Bu seriya ham 40 daqiqa, 50 daqiqa. O san'atni S harfi ham qolmaydi yerda. Bu rejissyorda kasbini umuman saviyasini plintusdan pastga tushirib yuborishdi. Men shuning uchun Mahmudim nima deydi, yuragim og'riydi bu narsalarni eshitsam. Keyin Zulfiqor aka, bu hech kimga sir emas. O'zbekistonda umuman film ko'rib o'tirsa, aktyorlar ijrosi, xarakteridan ism familiya kim yozilmasa ham bu Zulfiqor akaning filmi deb ajratib olish mumkin-da. Qahramonlarning xarakteri hammasini o'zingiz o'ylab chiqasiz, uni nima yo Meni baxtim shundaki, millionlab hozir 10 milliondan ko'p. Ana kuni nevaramda sanab chiqdi YouTube'da. Deyarli filmlarning hammasi rus tilida ham, ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham bor. 28 million ko'ruvchilar bor ekan meni filmlar. Keyin izohlar bor. Izohlar demak deyarli 99.9% hammasi mazza qildim, bir 16-marta ko'rdim deb yozishadi. Mana bugun ham osmondagi bolalar 3 Zo'r TVdan ko'rsatdi. Bironta bu fakt, bu maqtanish emas. 30 yildan beri har shanba oddi, hamma hayit, hamma yangi yil, hamma bayramlar, hammasi 30 yildan beri har bir kanal bittadan film ko'rsatadi. Men nima o'yladigan narsam bor. Lekin o'sha jurnalistlar ko'rishmaydi yoki ko'rishni xohlashmaydi. Tushunyapsizmi? Ba'zi birlari bor, o'zini PR qilmoqchi bo'ladi, menga hech qanaqa PR'ning keragi yo'q. Bir qandaydir badjahllik bilan menga Zulfiqor Musoqovning kinolari umuman yoqmaydi. Yiqilib ketaveradi, boshini uraveradi. Qandaydir o'zbek millatini yerga uryapti men. Kim bu o'zi? Xo'p, sen aytibsan. Lekin bu o'z fikrini ommaviy axborot YouTube baram o'zi ommaviy axborot. Bunaqa bir agressiv sifatda gapirish menimcha avvalambor bizni mentalitetga, masalan menga ham ko'p narsalar yoqmaydi. Agar hammasini gapirib bersam, to'qnashuvlar bo'lganmi? Bir necha yil oldin mana shu oldingi rahbariyat nojo'ya ishlarni ko'raverib, ya'ni xo'ja ko'rsinlik, PR, tadbirdan tadbirga bosh chiqmasdan davlat pulini sug'organi, kelib festivalga ana u jiblajibon Filip Kirkorov chaqiradi. Tekinga kelmagan u. Tekinga kelmagan u. Bir bachkana bir yarim erkak, yarim ayolmi bilmadim. Nima kerak bor uni? O'shalar hammasini prezidentga yozuvdi. Chunki jonimga tegdi. Qo'rqadigan joyim yo'q. 3-kuni meni bosh vazir chaqirdi. 1,5 soat vaqtlarini ayamay, işte davlat maslahatchilarini gaplashdi. Juda foydali suhbat bo'ldi Zulfiqor aka. Biz o'ylab ko'ramiz deyishdi. Ancha vaqt o'tdi. Bir haftadan keyin o'sha baxil, nopok, shu oldingi boshliqni yalovchilari, paxtachilari o'yicha meni majlis qilib, nima sen prezidentga yozding? Unda qaradimda, kim ichinglarda prezident, O'zbekiston prezidenti dedi. Kim dedi? Men sizlarga yozdim dedi. Ammo ozaka ayta olmasam, men yozdim, meni huquqim bor dedi. Nima ishinglar bor dedi. Keyin chiqib ketdim. Boringlar deb chiqib ketdim. Ertangi kuni uchastkova keldi ishxonaga. Haligi arizani o'qisanglar, shunday o'qilasizlar.
Men emishki 18 ta odamni o'shda urib yiqitgan ekanman. Urib tevalabman. Men aytib, uka dedim. Mayor keldi. Shunday gapga ishondim. Qanaqa qilaman? Schwarzeneggerman dedi. Qanaqa qilib dedi. Ya uyalmay yetmay har bittasi qo'l qo'ygan. Men ulardan so'rashmayman. Yoki bor ishingni qil deb so'kib yuboraman. Nima deyman endi? Baxillik. O'shalarda 18 ta odamda birontasini men aytayapman. Birontasini men yuziga ham aytishim. Kimsan sen? Vatangado kelgindi. Moskvalarda ishlar o'zicha pul ishlab kelib, betga aql o'rgatyapti. O'zbekchilikni bilmaydi. Men millatchi emasman. Men bilasizlar, ayolim rus. Lekin o'zbek filmga tosh otgan bo'lsa, xohlagan odam ochiq gap. O'zbek filmga tosh otmasin. Yoki mard bo'lib, aniq savolga javob bermaydi yoki montaj bilan kesib tashlaydi. Ko'pincha men intervyu berayotganda, "Hoy qizim, yo, hoy o'g'lim, qaysi men kinoni ko'rganmisan, nima unaqa deyverasan" desam, "Yo'q, ko'rmagan." O'sha joyini chunki o'ziga haligida kesib tashlagan. O'zi mana misol uchun biz ham film olmoqchimiz, yo sizlardan o'rganamizda baribir kino o'zi oddiy hayotdan ajralib turish kerakmi? Kinoning ichiga kirib ketish kerakmi tomoshabin yoki oddiy hayotga o'xshash bo'lish kerakmi? Mana ta'sirli bo'lish uchun voqealari oddiy hayotdagidek bo'lish kerakmi? Endi ochiq gap ukam, men nazariyaga ancha yo'qman. Odatda juda qiziq narsani aytaman-da. Odamni hayotida mana shu faoliyatida 3 ta narsa bor. Har bir odam o'sha odamga maslahat bermoqchi bo'lib huquqqa egaman deb o'ylaydi. Ya'ni bolalar tarbiya qilish. Xohlagan odamdan so'ragin, senga bolalarni qanaqa tarbiyalashni o'rgatadi. Bolasi bo'lmasa ham o'zing. Sen bu yerda 9 ta bolangni o'tiribsan. Ikkinchisi, kasalliklarni davolash. Xohlagan odamdan so'ragin, to'g'rimi? Aytib beradi, qaysi dorini ichishi, qaysi tabibga borish, qaysi больницаga borish va uchinchisi, kino qanaqa bo'lish. Bu narsani men aytmaganman. 910-yilda Bernard Shaw aytgan. Shuning uchun kino qanaqa bo'ladi? Men o'zimni kinom ertaga qanaqa bo'lishini bilmayman, ochiq gap. Mana men hozir montaj qilyapman. Har kuni qandaydir yo'nalish, lekin meni shaxsiy fikrim buni ham Pushkin aytgan. O'quvchini uni kinoga ham ko'chirsa bo'ladi. 3 ta narsa bilan ta'sir qilish mumkin tomoshabinga. Ya'ni hamdardlik bilan, ya'ni yuragini dirillatish, hamdardlik. Ikkinchi yumor, uchinchisi dahshat, qo'rquv. Mana shu Amerika shu yo'ldan ketyapti. Horror ham bor, film ujus, to'g'rimi? Sentimental melodramalar ham bor, kuldiruvchi. Men masalan, agar mendan hozir so'rashganda edi, sizni qaysi filmda mana shu dunyo prokatida kino mahsulotlarining ichidan, asarlarning ichidan qaysi filmni siz olardingiz va keyin kino olmasdingiz deganda, balkim sizlar uchun kutilmagan voqea bo'lardi. 3 ta film bor men uchun. O'sha filmni agar men olganimda, men boshqa film qilmasdim. Bu birinchisi, ana u kichkina go'dak 3 ta banditdan qochib ketadi-yu. Kichkintoy yo'lga Прогулка малыша. Men agar uni kino olganda boshqa kino qilmasdim. Shunaqa har doim men zavqlanib ko'raman. Shunaqa ustozlik bilan, shunaqa san'at anagasida yumor zo'rda. Ikkinchisi Cameronda Terminator 2. Robotni oxirida odam bo'lishiga haligi joyi bor-u, bunday qiladi-yu, cho'kib ketadi-yu, qaynab turgan haligi lavaning ichida, po'latning ichida. Men mana shunda bo'g'ilib qolganman. Yig'lardim. Mana qotib qolardim-da. Va uchinchisi operatsiya. Yod bo'lib ketgan kino 3 ta novelladan iborat. Gaydaynikida. Gaydayni ishbilarmon kishilar bo'lgandi.
va u ham zo'r. 10 taga yaqin mana shu kinolarda olganimda haligi xalqimizni anosiga singib ketgani. Qon. Bolakay, haligi donni yemasanmi? Zulfiqor aka, sizni ham filmlaringizni ulardan kam ko'rmaymiz o'zbek tomoshabini sifatida. Osmondagi bolalarni ko'rib katta bo'lgan qancha insonlar bor, oilalar. Abdullajon, Kichkina tabib, Yaratganga shukr. Bular sizni shoh asarlaringiz. Biz bularni ko'rib katta bo'lganmiz. Yo, bilasanmi nimadan gohida o'zim qo'yayman va televideniyaga bir necha bor aytganman. Hoy, nima berri Oqqo'rg'onni ko'rsatmaysiz? Qo'rg'oshin nima ko'rsatmaydi? Umuman boshqa mavzuda to'g'ri drama, fojia, oy ostidagi hovli. Men bironta filmga uyalmayman, ochiq gap. Oyjonni ko'rsatishda gohida. Mana hozir ana kuni bildim, Novda sal o'zib ketibdi osmondagi bolalarda. Ha. Novda endi hozirgi yoshlar haqida. Hozirgi yoshlar haqida. Zulfiqor aka, bu o'zim ichimdan kelgan savol bitta. Shuncha televideniya shu siz filmlaringizni qo'yishadi. Ha. Bir konvertda biron narsa keladimi sizga? Bir tiyin kelmagan. Nima uchun? Chunki u televideniyaning mahsuloti emas. Bu o'zbek o'zbek kinoning mahsuloti, ya'ni o'sha paytdagi Foiz tushib turish kerak. o'z aslida qonunida, buni yozilgan qonunida, bizda yozilmagan qonun ko'p ishlaydi shekilli, yozilgan qonunida avtorga, muallifga, rejissyorga, o'sha studiyaga tushgan pul kelish kerak-ku. Gap shundaki, men yuristga murojaat qildim. Hamma dogovorlarni ko'rsatdim. Bitta lekini bor. Kichkinta yozib qo'ygan. Men mualliflik huquqiga egaman. Lekin yerda har bitta televideniyada ko'rsatilgan undan shuncha pul olasan degan punkti yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, u davrda plyonkaga olinardi. Ya'ni mana krushka, mana uni men rasmini chizdim. Lekin krushka seniki. Krushkaga haqqim yo'q. Mana bu krushkani bir chetidan pul bergin. Sen kofe ichapsan. Sen kofe ichapsan. Menga shu kofedan to'lagan pulingdan ber deyishga haqqim yo'q ekan. Men yurist bo'lmasam, tushunmasam. Keyin haligi YouTube degan narsa bor ekan-ku. YouTube'da o'sha Rizanovaga telefon qildim boshlig'iga. Men aytdim, "Ukam," dedim, "millionlab odamlar sizlar pul olasizlar ekan. Nima unaqa? Men bir tiyin olmadim-ku. Shuncha yildan beri uyaladigan joyim yo'q. 30 yildan beri, 37 yildan beri meni filmlar hammasi YouTube'da bor. Kimdir pul qilyapti-yu," dedim. U ham tushuntirdi, men ochiq gap tushunmadim. Xudoga shukr, pensiyam ko'p ham emas, kam ham emas nafaqa. Keyin men uchun eng muhimi ishlash. Gap bu yerda men pul haqida demoqchi emasman. Bu yerda qonun, haq-huquq degan narsalar bugungi kunda har kim hozir mualliflik huquqini qilyapti, boshqa qilyapti, lekin bu narsalar kerak deb o'ylayman. Gap shundaki, menga tushuntirib berishdi nimadan iborat tushunishimcha. Men u filmga o'zimni mablag'im ketkazmaganman. Davlatning puli ketgan, to'g'rimi? Men bir tiyinni, uni teskarisi men oylik olganman, gonorar olganman. Men o'zimni haligi nima deydi? O'zimni uyimga garamga qo'yib yo bankdan kredit olmaganman, shu o'laman sattor shu kinoni olaman deb. Xudoga men qallash ko'rib berishyapti. Men olyapman. Ba'zi birlardan qo'yish eshitaman. Nima buncha ko'p olasan kino? Sen ham yoz yiliga 5 ta ssenariy. Yoz. Bitta ssenariy torbay xaltaga o'xshab ko'tarib yuraverasan. U yoqqa borasan, bu yoqqa borasan. Shuning uchun bilmadim. Har bitta ijodkorning o'zining yo'li bor. Zulfiqor aka, menda shunaqa savol, kinoga siyosat aralashishi kerakmi? Menda ham u narsaga savol bilan javob berishim mumkin. Aytay. Tarix shuni ko'rsatyaptiki, agar kinoga siyosat mavhum bir qandaydir maqsad bilan qo'yilsa, o'sha kino yoshlarni umuman boshqa yo'lga yuborishi mumkin. Mana senga misol. Eshitilyaptimi? 33-yilda Gitler hokimiyat tepasiga kelgan. Xalq uni saylagan. 75% Germaniya xalqi, ular ahmoq emas.
va birinchi kundanoq Goebbelsni kinoni boshliq qilib qo'ygan, propaganda vaziri qilib qo'ygan. Babelsbergda kinostudiya, Yevropada eng katta kinostudiya qurilgan. Va 800 ta film chiqargan. Deutsche Defa degan studiyada. Bir yilda. Ha, hammasi Gitlerni ulug'lash, nemislarni ulug'lash, jugutlarni, boshqa xalqlarni ezish, o'ldirish kerak degan ochiqdan ochiq targ'ibot. Va 33-yildan 39-yilgacha 6 yil o'sha 12 yoshli bolalar 6 yildan keyin qonxo'r, kalla kasallarga aylangan. Mana kinoni kuchi. Uni teskarisi urush davrida o'sha buvoylardan tirik bo'lsa so'ragin. Bizda ham o'sha urushga qarshi, nemis fashistlariga qarshi Agitprop degan o'zbek filmda, mana shu Telman parkida ko'pgina kinolar olingan. O'sha filmlarni ko'rsatishgan, keyin bizni jangchilar borishgan. Ya'ni xoli edimi, yo'qmi? Bu narsa kino xohlamaganda ham u rejissyor aytishi mumkin. Men siyosatga aralashmayman. Hattoki melodrama olsa ham u siyosatga bog'liq. Chunki hattoki mana biz uchalamiz gaplashib o'tiribmiz-ku. Men sizlarga gapirayotgan gapinglar, sizlarning gapinglar menga singsa, bu siyosat hisoblanadi. Chunki bir-birimizga ta'sir qilyapmiz. Ya'ni fikrlarimiz bilan almashyapmiz. Endi tasavvur qilgin, millionlab odamlar fikrini o'zgartiradi. Albatta. Boshqa narsa bor. Siyosiy nuqtai nazardan buning bo'lmaydi deb siyosiy tus berib boradigan rahbarlar ham bor. Ular uzoqqa bormaydi. Lekin menimcha shaxsan menda ichki senzura juda qattiq. Nimaga? Menda bironta bir fohisha sahnasi bo'lmagan kinoda. Bironta bir o'zbeklarda yomon tarzda so'kinish bo'lmagan. Ya'ni bir yosh bolalarning filmlarimi bemalol yosh bolalardan 3 yoshdan 70 yoshgacha bemalol ko'rishadi. Mana o'zingizlar guvohsiz. Bironta bir haligi bir uyaladigan joylari yo'q, yo qonxo'rlik joylari yo'q. Shuning uchun menimcha har bir bu aql o'rgatish emas. Har bitta albatta ijodkorning o'z yo'li bor. Ichki senzura kerakda. Mana sizlarga paradoksal bir holat aytib beraylik, bilasizlar. Tarkovskiy, German, o'sha Daneli, Gayday, Rizanov. Eng zo'r filmlarni Sovet paytida, ya'ni senzura juda qattiq bosim paytida yaratgan. SSR tarqaldi, o'pirildi. Hammasi qandaydir bir odamni g'ashiga keladigan boshqacha turda kino qilishdi. Bu fakt. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun odamni madaniyatiga bog'liq. O'zining ichki madaniyatiga, o'qimishliligi, ichki dunyosi boyligiga bog'liq. Keyin o'sha meni orzuyim va ishonamanki bu narsa oshadi. O'sha badiiy kengashda saviyasini oshirish uchun professionallarni ko'proq yig'ish kerak va ochiq muloqotlar ko'proq bo'lishi kerak. Boya shu savolni bermoqchi edim. O'zi badiiy kengashda kimlar o'tirishi kerak? O'zbek kino san'atiga katta hissa qo'shgan, adolatli, odamiga qaramasdan haqiqatni aytadigan, yaxshini yaxshi deydigan, yomonni yomon deydigan, professional ssenarist kerak etgan, yaxshi muharrir kerak. Faqat titrda o'qimaydigan, chala savod muharrir keragi yo'q. Rejissyorlar kerak. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Masalan, bu hammamiz tirik odammiz. Masalan, maslarga aytaydi, bir kuni men umuman gaplashmaydigan, yoqtirmaydigan, hurmat qilmaydigan odam ssenaristni berdi. Men ochiqni aytdim, men bu odamni bir tiyinga olmayman dedi. Lekin ssenariysi yaxshi. Hamma ham buni
va ovoz berdik. Kino oldi. Hamma ham unga chidamaydi. Aha, bu yomon. Shaxsiy bundan- manfaatlar shaxsiy to'qnashuv undan teparoq tura olmaydi. Qo'y, men oramizdagi munosabatda nima aloqasi bor? Tozalik yo'q mana bu. G'araz. U gapirdimi? U bitta ovozga. Shuning uchun imkoniyat ko'proq bo'lish uchun 15 ta odam bo'lsa, bor shunaqa sog'lom fikrlaydigan, o'zbek tilida, rus tilida bemalol o'qiydigan bo'lishi mumkin. Guruhvozlik bormi? Hech buni inkor qilib bo'lmaydi. Bor, o'zim guvohi bo'ldim. Balki buni javobgarligini qattiqroq qilish kerak edi. Mana shu film omadli chiqmasa yoki tomoshabobligi yo film tayyor bo'lgandan keyin omadli chiqmasa, o'sha ssenariyni o'tkazgan nimalarni og'irroq bir yuk qo'ysa bo'yniga, keyin o'ylab o'zi amal qiladi badiiy degan. kengashga bog'liq deb o'ylaysizmi yoki rejissyorgami u? Mana misol masala? uchun avvallari baribir saviyali film chiqmaslikdan iloji bo'lmaganda plyonka payti to'g'rimi? Chunki plyonkani ishlatib qo'ysa, u qancha pul bo'lgan, har bitta Yo'q, endi oldingi plyonka paytda ham, sovet paytda ham saviyasiz kinolar juda ko'p chiqqan. Sizlar ko'rmagansizlar. Endi hozir o'sha o'zbek filmda yiliga sovet paytda 12 ta film qilingan. Agar yerda qolganlari 10 tasini sanab chiqsa katta gap. Mana masalan, men bilgan mahallada Dudu gap. Xalqimizning ichiga kirib ketgan yaxshi komediya Shuhrat Abbasov. Shuhrat Abbasov shoh asari Toshkent non shahri. To'g'rimi? Ravil Botirovni, rahmatli Ravil Ismoilovich Botirovni 41-yil olmalari. Elyor akani Sevishganlar va Nafosat. Ali Hamroyevni eng xalqimizga yoqqan film Yor-yor. Va 7-o'q umuman ko'rsatilmaydi hozir. Chunki sovetlarda haligisi propagandasi bor emish. Uni san'at asarida ko'rish kerak. Farg'ona kelinimi? Nevesta izvodili. Yo'q. Eng cho'qqisi mening shaxsiy meni fikrim o'sha Matonat degan film umuman ko'rsatilmaydi. Keyin bunda o'ylab chiqqanda, bo'lmasa o'nlab kinolar chiqarardi. Birontasi eslab bo'lmaydi bu nima bu o'zi? Voy bu deb odam inson. Uchqun akani yaxshi filmi bor edi, Uchqun Nazarovni Yigit va qiz degan film. Hoji Akbar akaning birinchi rollari. Oldingi men ustozlarni aytayapman-da. Lekin bunda olinganda o'nlab, 15 talab filmlar chiqarilardi. Ko'ryapsizlarmi? U davrda ham saviyasi past kinolar chiqarilgan. Bu davrdan davrga o'tmaganda o'sha davr uchun ishlangan filmlar bo'lgan, menimcha. Bilmadim. O'sha siyosat. Menimcha eng asosiy narsa menimcha badiiylik. Men uchun shaxsan har doim badiiylik. Shu haligi quruq so'zlar bilan gapirish emas, lozunglar bilan gapirish emas. Qandaydir kinoning o'zining yo'li bor. Bu tadbir emas, miting emas. Zulfiqor aka, o'sha savol yana nima qiling? Badiiy kengash agar bu yerda nima deydi, aybdor bo'ladimi filmni nimasiga, saviyasiga ertaga chiqqanda yoki rejissyormi? Chunki oxirgi vaqtda ko'plab filmlar suratga olinyapti, katta byudjetlarga filmlar olinyapti. Hammasi bizlar kutgandek chiqmayapti, lekin tan olish kerak bu narsani. Muvaffaqiyat ham rejissyorga bog'liq. Muvaffaqiyatsizlik ham faqat rejissyor. Rejissyor mana ssenariyni oldimi? Ishga tushirildimi? Pul tushdimi? Hammasiga titrdan boshlab to oxirgi film tugadi degancha har bir kadriga faqat rejissyor va rejissyor javob beradi. Tanina Guerra ulug' ssenarist shunda ssenariyni olib berardi, olib borardi. Bo'lmasa Fellini, De Sica olgan, Antonioni olgan dunyo daholari olib borib berardi, bo'ldi, men ketdim derdi. Rasul ekan xuddi shunaqa qilgan. Bir kun borib keldi to'y tepa. Keyin ke qo'y Jamol degan. Nima qilsang qil, olaverma, aralashmay degan. Bormaganlar. Men o'zim talab qo'ydim. Voy, men qo'rqib ketyapman, Rasul aka, qo'ying. Birga yozganmiz. Sen rejissyorsan, olaver. Bir gap bo'lardi. Hozir men tushunyapmanki, shu to'g'ri. Shuning uchun hamma narsaga rejissyor javob beradi. Jallodni kundasida rejissyorning kallasi ekan. Mana Amerikada, Fransiyada va g'arb davlatlarida
rejissyor agar muvaffaqiyatsiz kino qilsa, har ikkinchi rejissyor boshqa umrida kino olmaydi. Olmaydi. Erta boshqa. Chunki erta prokat sistemasi umuman boshqa. Odamlarni kinoteatrga borish madaniyati juda katta. Bizga o'xshab kech qolmaydi. Telefonlarni yoqib qo'ymaydi. Bir-birini baqirib gaplashmaydi. Men aytyapman, men yomon ko'raman mana shu panoramada katta zalda bo'lishim, endi nomiga boraman reaksiyani tekshirish uchun. Orqasida turaman, qiynalib ketaman, asablarim buzilib ketadi. Ochiq gap. Keyin qachonlardir aytganda, mana rahmatli ustozim Vladimir Valentinovich Menchov. Снимай для друзей. Do'stlaring uchun kino. Men noshkur bo'lmayman, Xudoga shukr. Xalqimga manzur bo'libdimi? Bu baxt. Bu katta baxt. Juda katta baxt. Men hozir nima yoshim yashab, oshimni oshab qo'ygan odam bo'lsam. Shu Rejissyor doimo filmlarida haqiqatni aytish kerakmi? U kimlargadir yoqmasa ham. Chunki haqiqat har doim ham kimgadir yoqmasligi mumkin-ku. Endi rejissyor nima deydi? Gazeta emas u. Axborot algisi tanqidiy bir eshittirish emas-ku. Ko'rsatuv emas u. Agar bu badiiylik yo'li bilan haqiqatni aytsa, bemalol. Menimcha. Zulfiqor aka hammaga beriladigan o'sha qiziq blitz savol deydimi? Bemalol. Hamma senzura istalgan pulingni beraman, istalgan joyingda olishing imkoniyating bor deganda nima film suratga olgan bo'lardingiz? Yangi qaysi mavzuda? Mani orzuyim bor. Mana hozir haligi yaqinda gaplashuvdim rahbariyat bilan. Bir 10 yil bo'ldi bu ssenariy yozganga. Registon uzra laylaqor degan ssenariyim bor. Ikkita aka-uka haqida. Bittasi aqlli, chiroyli va hokazo. Bu narsa bilasizmi? Qandaydir ko'chada bir qandaydir sahnani ko'rib qolsam, o'shandan haligi hayajonlanib, mamutdan bo'g'ilib, ko'zimdan yosh chiqib ketgandan keyin yoki kulib borib, mana bomba nimadan tug'ildi? Orenburgda bittasini hovlisiga bomba tushgan ekan. Uchalamiz yozganmiz. Halil Mignarov bilan Jahongir Qosimov bilan 3 kunda yozib bo'lganmiz ssenariy. Gazeta Trudda chiqqan. Bitta kampirshoni agarodiga bomba tushgan ekan. Osmondagi bolalar boshqacha, vatan boshqacha. O'sha Registon uzra laylaqor degan ssenariyda men bolalarim, hozir endi bolalarim, o'g'lim o'zi 40dan oshib qoldi-yu. Bolam kichkina edi u davrda. Haligi tomog'i og'rib qolgan ekan, men poliklinikaga olib bordim-da, keyin ayolim kirib ketdi. Men ko'chada chekib turdim. O'sha yerda haligi downlar bo'ladi-yu. Bir yigit mamnaqa juda haligi akkuratniy, juda kiyimlari top-toza. Mana shunday, mana shunaqa haligida ko'ylakda, bunday haligi skameykada ayollarni qilib bir 12 yosh. Mashina hovliga kirdi, uch etajli uy bor edi. Mashina hovliga kirayotgan sekin eshikni ochib qo'ydi. Yana o'tirdi. Keyin boshqa mashina chiqib ketdi, sekin yopib qo'ydi. O'tiribdi. Yonida bir supurgisi bor. Ana yerda barglar yotgan ekan, unda supurib qo'ydi. Ana shunda bo'lsa uzoqdan qarab turdim. Mamutdan shunda bo'g'ildi, ko'zlarim yosh chiqib ketdi. O'shanda bir tugib qo'ydim. Ikkita aka-uka haqida, bittasi normalni, ikkinchisi mana shunaqa sal down bo'lgan. Lekin u jon dilidan akasini sevadi, onasini sevadi. Mana shu aka-ukani orasidagi bo'lgan bitta oilaning ichida bo'layotgan dramatik voqealar. Shuni 5-6 yildan beri ana o'qilyapman, harakat qilyapman. Xudo xolasa agar qandaydir bir nima deydi, sponsor, o'zbek tili sponsor nima bo'ladi? Homiy. Homiy chiqsa men jon deb olardim. Menga baribir. Direktor bor, men o'sha davlat taqsimlagan norma bo'yicha ssenariyni pulini oyligiga roziman, gonorariga roziman, hech oshirmayman. Menga otdi kallasida pul berasizlar deb turib olmayman, hech. Nima uchun aynan Registon ustida laylaqor? Chunki Oyijon filmini olayotganimizda bir marta
qarovdim, hali kamera kelmagan edi. Registonni ustidan laylak qor yog'di 1 soat. Dedim, zo'r kadr bo'lardi. Hozir kompyuter qilsa bo'ladi, bilinib qoladi-da. Shunaqa kadr zo'r, haligi hovlisimday oppoq qor yog'di-da. Keyin kichkina turistlar munda o'tib ketdi, izlar qoldi. O'sha natura Samarqandda bo'lish mumkin-da voqea. Qolgan manbasini Toshkentda olamiz. Lekin nima turtki bo'ldi? Yaqinda men o'sha bir madaniyat markazi bor ekan, fondi bor ekan. O'sha yerda ko'rlar, garanglar, gunglar bilan uchrashuv bo'ldi. Hozir aytib bersam ishonmaysizlar. Ko'rlar doktor nauk, Fanlar akademiyasi a'zosi, dissertatsiya yoqlagan. Yosh yigitlar. 3 tasi konservatoriyani bitiryapti. Kompozitor haligi klassini. Ko'r. Bitta qiz keldi. Bir yigit keldida, men sizni filmlaringizda katta bo'lganman dedi. Zulfiqor aka. Men seskanib ketdim. Bolam dedim, qanaqa qilib sen meni filmni ko'rishing mumkin? Eshitgandirsan desam, yo'q dedi. Men onam qo'lidan shunday ushlab turardim. Onamning qo'lini Alexdan, nervlaridan men filmlaringizni ko'rdim dedi. Mashina bo'g'lim, nima deyishni ham bilmay qoldim. Keyin aytadiki, "Ha, qo'lingizni bering" dedi. Qo'limni oldi. Mashina oldi. Tashqi ko'rinishingizni aytib beraymi dedi. Bo'ylovingiz bor. Sal semizroqsiz, endi yoshingizga yarashadi. Sal qorindorisiz dedi. Keyin bugun soqolingizni olmabsiz dedi. Shu narsa, "Men bu pijaktasiz" dedi. Qo'lim ushlab turibdi. Nima deyishim bilmay qoldim. Keyin yana bitta qiz chiqdi. Men o'yladimki, ko'ramas. Chiroyli. Men uni kinoda olaman deb turdim. 30larga kirgan. Juda chiroyli. Da chiqdi-da o'zbek tilida gapirdi. Men aytdim, "Rahmat qizim. Sizni rasmga tushsam bo'ladimi?" dedi. "Hammanglar tushinglar" dedi. Yarim soat 52 ta odam bo'lsa, har bittasini qo'lini olib tushdim. Keyin haligi qiz chiqdi-da, qarasam qo'lida haligi ko'rlardi. Tayoqchasi. Men shunday bo'g'ildim. Odam o'zini ushlab turish juda qiyin ekan. Qo'limni oldida rasmga tushdi. Va rahmat deb quchoqlab, keyin ayolim bilan ko'chaga chiqdik. Ayolim taksi chaqiruvdi. Shoshmay men o'zim kelib oldim. O'sha haligi bibliotekadan chiroyli biblioteka qurishgan ekan. Bir 500 metrcha ko'chada ketyapman, o'zbeklar ko'plari. Ketyapman, hamma ham ular o'yladiki, Zulfiqor o'zini judolikka uchrab, xo'ng yig'ladim. Men hozir ham bo'g'ilib qolyapman. Shu haqda. Meni orzuyim shu, hozircha. Xudo xolasa yaxshi film chiqishiga ishonamiz. Inshaalloh. Zulfiqor aka, bu sizdan o'rganiladigan narsalar hali juda ham ko'p. Sizni bilimingizni, ilmingizni olib qoladigan yoshlar juda ham ko'p istashadi, lekin avvallari o'sha Fokus maktabi bo'lardi. Hozir adashmasam bormi, yo'qmi? Bor, aktyorlik va kichkina bolalar va o'sha nogironlarni qizim o'zi ular aktyorlar. Qizim o'sha Fokus maktabida agar rejissyor gruppasiga 10 tadan ortiq yig'ilsa, ularga juda katta raqobat tug'ilgan VGIK. Chunki rasmiy diplom beradi. Va qizim ozgina moddiy tomondan inqirozga uchradi rejissyor tomonidan. Lekin bir qandaydir tayyorgarlik ko'rishda agar xohlovchilar bo'lsa, ochishi mumkin. Lekin u soni 10 tadan kam bo'lmaslik bo'lish kerak. Chunki unda to'lagan puli men shuncha ishladim, ozgina men aytardim. Qizim, oyliging kerak emas, meni pensiyam bor. Seni maktabing yana bo'lsa bo'ldi derdim. Shu bemalol. San'at instituti yoki VGIKda o'zingiz dars berish niyatida emasmisiz? VGIKda hozir bir kecha Iqbol bilan gaplashuvdim. Oliy kurslarni ochasizmi degan edi. Bir kunda ikkita voqea sodir bo'ldi. Hozircha aytmayman, chet eldan Telegramdan telefon qilib qolishdi. Zo'rg'a ingliz tilida, keyin tarjimondan gaplashdim. Bir yaxshi taklif chiqib qoldi. Ssenariy yozishga. Men aytdim, Iqbol, men sen dedim, o'zim aytdim, lekin men sen dedim, uyaltirib qo'yaman. Bolam ozgina kutib tur dedim. Shu san'at institutidan
Sardor aytuvdi, masterskoy ochasiz deb. Lekin taklif qilishmadi. Men g'odday boravermayman. Yuzim tovondan emas u. Chaqirsa boraman. Unda qilganda bemalol hammanglar agar montajga kelsanglar yoki o'sha suratga olish jarayonida men hech mana nima qilib yuribdi, qaydaylar buni deydigan anaqa odat. Sizni o'zbek filmdan topamiz. Ikkinchi uy. Har kuni 10 dan 9:30 dan 6 gacha men o'sha yerdaman. O'zi butun hayotim juda primitiv qilingan. Maktabda bitirdim, institut, armiya, aspirantura, keldim, televideniyada ozgina ishladim. O'zbek film. Pensiyaga chiqqanda ikkitagina qog'oz bo'ldi Turdavoyda. Juda oson bo'ldi. Shu Zulfiqor aka, bizni ko'rib turgan tomoshabinlaringizga ham, yoshlarga, yosh kino rejissyorlarga ham maslahatlaringizni berib ketsangiz, kino tavsiya qilasizmi, kitobmi? O'zingizni kichkina hozir aytaman. eshituvchilarga. Avvalambor sizlarga, sizga, shu suratga olish guruhiga, hammalarga, sizlarning yuzinglarda butun yoshlarga, butun xalqimizga tinchlik, farovonlik, avvalambor tinchlik, sog'lik va omad tilab qolaman. Bu bir. Yoshlarga beradigan maslahat berishga men hali aytdim, ojizman, lekin ularga ham tinchlik tilardim va bilimga tashnaligi bo'lish kerak. Bilimga agar intilishmasa, kitob o'qishmasa, bu Wikipedia bu yerdan kiradi, bu yoqqa ko'z bilan kiradi, bu yerdan chiqib ketadi. O'qish kerak. Kerak bo'lsa 2-3 marta o'qish kerak. Yaxshi kinolar bor. Men maktabimda buni ro'yxati bor. Juda yaxshi. Wikipediyaga kirishsin, bunday o'qiydi. Lучший film. Bular faqat jangari filmlarni yaxshi ko'radi. Triller, jangari. Juda ko'p yaxshigina odam diliga va qandaydir ezgulik bag'ishlaydigan kinolar juda ko'p. Yaxshi. Kim xohlasa o'sha ro'yxatini berishim mumkin. Shu. Aziz Kinoda nima gap podkastining muxlislari, mana ustoz rejissyor, ssenarist Zulfiqor Musoqov bilan suhbatimizni o'z yakuniga yetdi. Sizlarda qandaydir savollar bo'lsa, o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda bemalol qoldirishinglar mumkin. Ana o'zlari ustozning o'zlari ham aytdi, o'zbek filmlari doimgidek nima maslahat kerak bo'lsa, yo'l yo'riq kerak bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, bilim kerak bo'lsa, bemalol kelishinglar mumkin. Ustozning eshiklari har doim ochiq. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Aka, shu niyat qilgan, orzu qilgan filmlaringizni o'zingiz xohlaganday suratga olishingiz va xalqqa taqdim qilishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Hanuzgacha lekin men faqat o'zim xohlagan filmlarni olganman. Hozir aytib berdingiz-ku, O'sha orzum bor, ha, bor. O'shani yaxshi tugatib olib, Da. premyeralarda Inshaalloh. tushib tomosha qilaylik. Boyvachchalarimiz ko'p, o'rtoq haligi aytinglar, haligi nima deydi sponsor o'zbek tilida? Xomiy. O'rtoq homiylar. Yaxshi film o'zingizlardan iz qoldiramiz desanglar, mana shuni yozib qo'yaman. Homiy shu odam. Mana shu filmda qilgan. Unaqa saxiy boylarimiz ko'p, tadbirkorlarimiz, Bilmadim. biznesmenlar. Da. Bitta tarix uchun rasmga tushsak maylimi? Zulfiqor aka? Bemalol. Qani. Kinoda nima gap? 1, 2, 3. Rahmat kattakon. Xo'p, rahmat sizlarga.